Yaqinda Husan qori ham, o'sha andijonlik Shayx Husayn Buxoriy ham, domla siz shu amalni shuni bajarib bering, bir yaxshi eshon qolmayapti deb nima qilib qoluvdilar, talab qilib, qor domla biz unga yaramaymiz-da deb uzr aytdi. Chunki u mas'uliyati borda, ertaga javob berishi bor. Shuning uchun aytiladiki, eng eshon bo'ladigan odamda eng past maqomi qanday bo'lish kerak? 80 kilometr atrofdagi holatni, bu yog'i ham 80, bu yog'i ham butun atrofdan 80 kilometrdagi joyda o'tirgan yerida ahvolni bilib o'tiradigan, o'sha muridlari gunoh qilyaptimi, savob qilyaptimi bilib o'tiradigan bo'lsagina shu 80 kilometr radiusdagi odamlarni qo'lini olishga ruxsat qilinadi shunga. Chunki ertaga javob berishi borda, o'shalar agar gunoh qilayotgan bo'lsa, o'nglay olish kerak u. Bilib turib, noto'g'ri qilyapsan deb ularga tanbeh bera olish kerak. Qachon uni bilaydigan, qamrab oladigan makoni kengayorsa, o'shancha joyni keyin murid qilishi mumkin, o'shancha joydan qo'l olishi mumkin bo'ladi. U har kim ham eshon bo'lib ketalmaydi. Ana shunaqangi javobgarlik bor. Shuning uchun Hazrati Hoji Ahrori valiga kelib, ertaga muridlarga javob berasizmi, mol dunyoingizga javob berasizmi desa, "Yo'q, men muridlarga javob beraman" degan ekanlar. Shuncha mol dunyoga javob bermaysizmi? Deganda, "Yo'q, javob ber." Nimaga desa, chunki bu mol dunyolarning muhabbati sizda ana lippayingizdagi bir tangaga bo'lgan muhabbatingizcha emas degan ekanlar. Bo'lmasa u bir tangani hech kim bilmaydi, ishton borga orasiga o'zlari o'tkazib qo'yganlar xolos. O'shani ham bilib o'tirgan ekanlar. Ana shunaqangi dunyoga muhabbat bo'lmasa, dunyoda zohatlik degani shu. Bu dinimiz tarki dunyochilikka, butunlay dunyodan ketishga emas, dunyoga muhabbat qilmaslikka buyuradi.